manzil. Oynali jahonga boqsangiz do'stlar, qalpoqda ko'rinar bari bir. Qalpoq, 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 yaxshiga soyabon, bosh bola qalpoq. Qalpoq, 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 yomonlar boshiga misoli to'qmoq. Hojatxonani har doim maqtaqa toza saqlash kerak jiyan. Hoppala. Tozalikda nemislarga yetadigani yo'q. Hatto fashist Yovuzda bor Adolf Hitler boshlig'i ashaytgan. Hojatxonaga kirish ham san'at degan. O'zi iflos odam. Gapirgan qara. Tog'a? Hitler dedingiz-ku tog'a? Ana shu ham Nemistonda tug'ilganmi? Nemiston. Germaniya. Xillas das menga jinniga o'xshatib unaqa qilmangda, men fashist kinolarda rosa ko'rganman. 1939-yildan 1945-yilgacha bo'lgan urush. Qanaqa urush? O'ylab gapiryapsizmi tog'a? 39-yilda men qayerdan bilayin? 77-yilda tug'ilgan bo'lsam. O'sha paytda ikkinchi jahon urushi bo'lgan fashistlar bilan. Agar tog'a men shu paytda tug'ilganda borqa urushga borgan bo'lardim. Xotin kishga urushga borib balo bor, tavba qilib, qanaqa gapirsan. Короче, hozir uxla. Ertalab sovchilar kelamiz degan. Bitta emas, ikkita sovchimi shunaqa kelamiz deganda, men ertalab tura olmayman, o'zing bilasan. O'zing hal qil, tegasanmi, tegmaysanmi, yoshi katta bo'lsa ham teg sohiba. Nima bo'lmaydi. Men kechqurun tuxumlaydi tovuq. O'shandan xabar olay. Sen uxla. Ertalab vaqtli turganingdan keyin ish bor, ishga ketamiz. Bo'pti. Uxla. Shamol sabab ehtimol tunda eshik g'ijirlar boshlanadi hovlida har xil pichir-pichirlar. Sizga nima, siz uxlang, hech ishingiz bo'lmasin. Kimda kimning dadasi, mendan rozi bo'ling, rozi bo'ling. Ya unaqa qilib odamni qo'rqitmagin-da. Doktor bir iloji yo'qmi? Iloji bor tog'a. Faqat bitta iloji bor. Yangi bosilgan tovuqni issiq tuxumidan olib kelasiz, yangi tuqqanidan nafaqat tuzaladi, 50 yoshga yosharadi ham. Dadasi, toping, boring. Bir umrlik vafodor yoringiz bo'laman dadasi. Toping. Hozirroq iloji bor, qilaman. Bos. Öyle gezelek. Oldu bor bir marta bo'ladi. Bor. Tuxumla. Eskine. Koru. Böyle. Gel. Böyle. Voy, Teşvik koydum. İç. voy. Issiqligini. İç. Ya tavba. Nima unaqa qaraysiz? Endi jannatda yasharkanman-da. Ben-chi? Siz urushga boring va halok bo'ling. Senini.
Sohiba, qayerga o'tyapsan? Of, butilkaga teppan, tegmayapti-da. O'qitib isrofga nima qilasan? Ana nemislarni qara. Mazza qilib dam olib o'tirishibdi. Undan ko'ra mazza qilib dam olib o'tirmaysanmi? Axir ayol kishisan sen. Nima? Ey, между прочим, men ayol emasman, qiz bolaman. Lekin qiz bolaligimda hech kimga aytmagan, o'zimga o'zim so'z berganman-da. Qiz bola oddiy askar Sohibaxon. Tushundim. Sohiba? Padnyosti sizlarda nimadirdi? Patnis deydi. Patnis? Voy. Ey, между прочим, men chaqaloqligimda inam bilan mashinada ketayotganda avariyaga uchraganimizda, ana shunda Laboboydan shunday inamni qo'lda patnisam men ham bo'lgan, shunday Laboboydan uchib ketganman, patnisga minib qolganman-da. Ana shu patnisda 1 kilometrgami, 2 kilometrgami chiqqanman-da. Ana shu patnis meni asrab qolgan, между прочим. Tushundingmi? Shuning uchun mening patnisga mehrim bo'lakcha. O'qim tugabdi. Hozir olib kelaman. Bo'ltez. Ha, gazandalar. Yaqinroq kelaverlaring. Hozir o'q kelsin. O'qimni jiysan. Marhamat. O'lay agar jonga tegib ketdi mana shu urush. Qachon tugar ekan, qachon qishlog'imizga borar ekanmiz? Qo'y. Ana jiyaniga qaragin telbaga. Nimaga tepaga marhamat, qara, tepga chiqib ketyapti. Menga qara, Yefreytor. Usta bo'yicha gaplash. Marhamat nima? O'ta polkovnik. Ana oddiy askar Sohiba Qo'chqorova tepaga chiqib ketyapti. Pastga tosh hozir otib qo'yadi. Bashirasi krupniy ko'rinyaptimi? Chiroyli ayolmi? Otib tashlasa bo'laveradi. Nega qarab turibsan? Ot, qayeriga otishni bilmayapman. Nega bilmaysan? Tars-turs etib ot. Ey fashistlar! Senlar! Urushni yaxshi ko'radigan mal'unsanlar! Baribir bizni yenga olmaysanlar! Mana! Men qurolsizman. Ishongan snayper imlot. Men inamning duosini olaman, tekkiz olmaysanlar. Ey! Inamning duosi asraydi meni! O tentak snayperlar to'liyotib toza otib qo'yishadi. Tosh pastga tosh. Tut. Yes! Enasini ket. Ziyan, ben onayın oldum nima deyman. Onayın rahmatli çıkmayın dedim. Siz Sohiba. Hur kelib, hur ketdi ya. Ziyan. Ya, tirikmisan? Nafasim ichimga tushib ketdi. O'q qayrimga tegibdi, tog'a. Bittasi yuragingga, bittasi o'pkangga tekkan. Buni olib tashlab bo'lmaydi, jiyan. Vasiyatingni ayt. Endi enamning duosi asraydi dedim-ku. Ya? Qarang. Voy maraz. O'q teshmabdi ham. Sal ustingdan nemislar kulibdi. Oh, Xudoga shukr. Tirik ekan. Tabiat qo'ynida otlar maza qilishyapti. Ha, manzara otlar bilan juda go'zal. Voy, anavi otni qara. Juda ham go'zal ot keldi. Qani qaysi ot? Men ko'rmayapman. Ana qaragin. Daraxt yonida yurgan ot juda ham go'zal ot. O, menga ham yoqdi. Hurmatli jangchilar. 1 soatdan keyin atakani boshlaymiz. Hopmi? Aliya yarim soat berakun. Xat-pat yozasizlarmi, nima qilsanglar, dam olinglar. Bo'pti. Assalomu alaykum, Tohir aka.
men turmushga chiqyapman. Siz tirik qaytasizmi yoki begona joylarda itdek bo'lib ketasizmi, Xudo biladi. Kutishdan charchadim. Bo'lajak erim ham urushdan bir oyoqsiz qaytgan. Zato erkak. Sizdan iltimos, yoningizdagi rasmimni yirtib tashlang. Alvido. Onang seni. Qaysi bo'ladi? O'lib ketmaysanmi menga desa? Ana. Xo'sh. Assalomu alaykum. Men uchun aziz bo'lgan mehribon qaynanajon. Men sizga posilka jo'natyapman. Faqat iltimos, posilkani o'zingizni xonangizga hech kimga bildirmasdan kirib, sekin sovg'ani halqasini tortsangiz, ichidan tilla bilaguzuk bilan tilla zirak chiqadi. Sizni sevib qoluvchi askar kuyovingiz. Polkovnik. Mana osh. Siz yaxshi ko'rgandek sariq savziga qilganman. Ya. Lazerga bo'lganmi? Qo'y yog'imi? Yo'q, nemis yog'i, nemis. Mayli, bo'laveradi. Ushlab tur. O'rtoq podpolkovnik. Kechga nechta odamga ovqat qiling? Yarim soatdan keyin jangga kiramiz. Endi urushdan keyin aytaman-da nechta odam. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Marimamat, ovqatni yemaysanmi? Usta bo'yicha gapirgin, gefritor. O'rtoq polkovnik, ovqatingizni yemaysizmi? Lekin bemazaga o'xshayapti. Baribir yeyman, qornim och. Nima qilyapsan, marras? Ablah, hayvon. O'zing yeysan. Iltimos. Yemasang otib O'rtoq, tashlayman. unaqa qilmagin, iltimos. Ye. Iltimos. Ye. Oh. Ha, yeb qo'ydim. Rahmat o'rtoq. Haligi sepkanim oddiy un edi. Meni kechir. Aytmoqchi. Rahmat o'rtoq podpolkovnik. Qalay. Ko'k Jiguli, ko'k Jiguli eslatadi seni menga, Jiguli. Shu ham ashulami? Qodirjon, o'zimizkidan bitta chal. Jangdan oldin askarlarimiz maza qilsin. Bo'ldi. O'zi og'zim qichib turuvdi. Ha? Bu musiqaning nomi nima? Dahshat-ku. Andijon polkasi. Nima u Andijon? Andijoncha devziraga osh yeganmisan? Yeganman. Lazer guruch menga yoqadi. Biz faqat devzira yeymiz.
soldat, qani nosni olib kelchi, menga ham bitta otaychi. O'rtoq polkovnik, turib nosni berib o'tiramanmi? Otib qolay, ilib oling-da ko'ra. Bu nima deganing? Tezda turib olib kel, dizmatga qo'raman. Shagon marsh. Mana polkovnik, ilib oling. Ye. Askar, sen meni o'limdan saqlab qolding. Senga otishga berib. Sen aytgancha aliga ko'payishim kerak, borib kelay deb otishga borib kelding, ko'payishdingmi? O'g'ilmi, qizmi? Endi 9 oydan keyin bilinadi-da, o'g'ilmi, qizmi? O'rtoq polkovnik. O'rtoq polkovnik, nosdan menga uzatib yuboring. Bir mazza qilaymi ham? Buning ichida nos yo'lig'ini bilasiz, oqsoqol. Bilaman. Sizlarga havasim keldi-da. Ali. Bir aylanib kelsam, ruxsat berasiz-a? Valyay. Nimaga jiyonimi darvozasini tepib nimalar qilyapsan? Sohibi eshitmaydi. Voy, qulog'i karmi? Axir bu sani otam zamondan qolgan darvoza emas. Maraymamat darvozalari. Ikkita listni orasiga haligi 3-4 qavat steklavata qo'yamiz. Bu tanka bilan ham buzolmaysan, o'q ham o'tmaydi. Ovozi ham chiqmaydi. Assalomu alaykum, tog'a keldingizmi? Voy, farmonga siz ham keldingizmi? Ha, qochib man ichkari issiqlab ketdim. Men darvoza ko'rgani keldim. Siz darvoza bahona menga kelgansiz. Darvozani nima qilasiz? Ikkovimizga shu bitta darvoza yetadi. Maraymamat darvozalari taqdirlar eshigi. Oo, partizanmi? Hindiho. Sana! Hindiho! Qurolingni tashla. Portlatib yuboraman hozir. Ha, qo'rqmaysan. Ikkovingni bitta nosqoq bilan qo'rqitdim-a. Ey, kim bu? Snayper ekan. Yo'q. Voy, muncha xunuk mendan battar xunuk ekan-ey. Ey, gapir, meni otgan senmisan? Gapir. Einstein. Namuncha sovuq, otib tashlanglar. Yo'q-e. Shunday go'zal ayolda-ya. Ey, gapni ko'paytirma, ot dedim otasan. Sen kim bo'lsanki buyruq berasan? Hey, men kerak bo'lsa polkovnikning jiyaniman. Sohiba, He. buni go'zalligini qara. Buni chiroyligini qara. Sohiba. Ey, bo'pti. Ha, qara lekin. Keyin otib tashlalaring. Xo'p. Qalamat mazin. Shuni oldimga. Rahmat. Tog'a, nega har kun masjidga kelaverasiz? Jiyan, bu botqoqlikda men sevgilim chiqib ketgan. Kim o sevgilingiz? Bu qizlarni ko'rganmisan? Yo'q, ko'rmaganman. Ana shu bir qizdagi brichkini chekib ketgan. Yo'q-e. Brichkinani ko'rganmisiz? Hammasini ko'rganman jiyan.
Man glaubt, ich hätte meinen Gefechtsstand von Südosten vom Feindweg nach Döberitz im Westen verlegt. Wer vernünftiger General? Qanchalik omonlik deydi. So'rashib o'tib ketaveraylik. Aslida salomlashamiz endi, tog'a. Inglizchani bilmaymiz deb, o'rischani salomlashib o'tib ketaveramizda. Yur. Verehrte Stühlen, nein! Eine Moskowen, Germanen! In das Weisen! Sie weisen nein! Nein, 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 nein! Nein! Hadi bayım. Hadi be. Haydi be. Otma! Otma! Otma, men o'zimiznikidanman. Asirga tushganman, qochib kelyapman. Quroling bormi? Yo'q qurolim. Qani yaqinroq kelchi. Xo'sh, qani yurchi? Seni nemislar qo'lga olgan edi. Qanday qo'yib yuborishdi? Sheriklarning qani? Fashistlar sheriklarimni hammasini otib tashlashdi. Seni nega otishmadi? Yo kazyolmisan? Yo'q, jinni bo'libmanmi? Yigitlar hammasini nemislarga aytganini qilmadi. Hammamizga shart qo'yishdi. Molni tezagini yemasang, hammangni otib tashlayman deyishdi. Demak sen Yo'q, meni otib tashlashgan. Agentler. Eins. Papyrus. Ya, tog'a. Zamoncha orqada qolib ketibsiz-ku. Nima qilasiz papirosni? Mana oling. No. Papiros bormi? Ha unda uraganidan ekanda. Good, uragan. Agentler. Salomat bo'lasiz. Mana shunaqa gaplar, birodar. Nemislar baribir boshqachalar. O'rtoq podpolkovnik, sizni so'rashyapti. Sen nimaga u jang boshlanganda tankalaring bilan kelmading? Sallani deb meni ikkita askarimni dumbasidan o'qtaydi. Yog'li joyni bitishi qiyin bo'ladi, bilasan. Ha, o'rtoq podpolkovnik. 15 ta tankimiz bilan o'rmonchi kirib kelayotgan edik. Yashil zona deb gaylar kirishmadi. Yomon gaz hidi chiqar ekan. Ana qizil nakilik yopishtirib qo'ygan. Ya? Endi hozir Moskvichi bilan Jigulisi borlar, qanaqa yuradi? Voh. Ana ularni. Ana bu yonida turgan nemis o'zimizni o'zbekka o'xshar ekan-a, qara. Ey, mazza qilib shashlayapti-ha. Shu bir siqqina bo'lganda edi. Shu siqi bilan birga qo'shib yevorardim-a. Ahmoq, cho'chqa go'shi-yu. Ko'rmayapsanmi, ana u o'zbekka o'xshagan yemayapti. Menga qara, Mamat. Ularni yashashiga qara, ovqatiga qara. Balki o'tib ketarmiz, ha? Qiziyo. Qilingki, Marimovimiz o'rtoq polkovnik. Kechirasiz o'rtoq polkovnik. Hazillashdim. Gel, taşı. Gel. Gel tester. Gel. O'rtoq polkovnik. Murojaat etishga ruxsat eting. Voy-ay. Nemis ofitserini qo'lga tushirib keldim. Nein! Mein! Sein! Gut! No! Nein, sein! Nein! Tushundim. Bu o'zim kelmas o'dim, hech qanaqa qo'lga tushirgani yo'q deyapti. Alkash, yana ichib ol deyman. Nimaga men mayorni kiyimini kiyib olding? Qo'rqsin. Kamroq ichkin deganman senga. Bir kiyimini o'zingnikini kiyib ol.
Xo'p, bo'ladi o'rtoq. Axton. Ha, men seni nimada ko'rgan edim. Bir durbinda ko'rganday bo'ladi. Yaxshigina yigitga o'xshagan eding. Xo'p. Nimaga kelyapgan eding? Xo'p, aytchi. Führer. Hitler. Patatata. No. Führer, Hitler, no. Hamma biladi, u yomon odam. Ha. Xo'p, seni o'zimizga olsak, sen bizga nima yaxshilik qila olasan? Achtung. Werden sitzen uns 1, 2, 3, Kazlov. Führer, Partisan. Kazlov. Führer. Ha. Führer. Ha. Ha, tushunarli. 1, 2, 3. Führer. Keladi degan. Ha. Uchrashamiz? Bo'ldi. Qani yurchi choy ichamiz. Yalangoyoq bo'lsang ham sen bilan gaplashishga rozi bo'ldim. Men senlarni yeringni yakson qilib bosib olaman. Erkaklaringni axta qilib, ayollaringni qul qilaman. Biz tish tirnog'imizgacha qurollanganmiz. Sizlarni yanchib tashlaymiz. Sen homilador erkak, otib tashlamasimdan yo'qol. Tashshol ushaqqa, tushundingmi? O'zing o'char. Ha. 1945 ha, sandım. U da. 50 milyon odam o'ldi. Tushunyapsanmi? 50 milyon. Sen 1945-yilda ikkita noresida qizingni o'ldirasan, xotiningni o'ldirasan, o'zingni ham o'ldirasan. Tushunyapsanmi? O'lasan. Ovozingni o'chir. Sen nimaga asosan faol ochyapsan? Germaniya kuch qudratda yagona. Karillama boyvachcha nech puling bor? Money, I'm more. Pulimni sanab adog'iga yetolmaysan. Uyimda 4 ta hojatxonam bor. Bittasini unitazi kumushdan, bittasiniki brilliantdan, boshqasini unitazi sof oltindan, yana biriniki olmosdan. Qani menga aytchi pasvatcha, shuncha hojatxonasi bor odammi yengil bo'larkanmi? Boyvachcha, biz tanklarimiz bilan, samolyotlarimiz bilan texnikalarimizni gurullatib Berlinga kirib borganimizda sen o'sha 4 ta unitazingga ham uspet qila olmasdan ishtoningga qo'yasan. Askiya. Nein, askiya! Endi bir kelib qoldi-da. Einsinsin. Werden sitzen uns 1, 2, 3. Führer, Hitler. Bu Jumovaga o'xshab gapirarkansan. Men askiyaga unaqa yo'qman, lekin haligi bir kelib qoldi-da. Achtung. May. Tushundim. Lekin sen nemissan-da. Men endi urush ketyapti. Men nima qilib bera olaman? O'zing o'ylab ko'r, nima qilib bera olaman? Uni ustiga sen nemis bo'lsang, ilojini qila olmasam kerak. Ruscha bilmayman, lekin o'zbekchani gapirish bilaman. Ya? O'zbekchani bilasanmi? Aka, men chot odamman. Yo'q-a? Ismim Ayibxon. Ya. 13-maktabda o'qiyapman. Yo'q-a? Siz qatdan? Aqchaliman. 18-maktab. Ota-onam revolyutsiya paytida surgun bo'lgan, qochgan. Ha. Men yosh bo'lganman. Shunaqa, chot odamman, Ayibxon. To'g'ri. Shemayni ham yo'qotmagan ekansan. Ya bo'ldi. Ertaga Stalin bilan gapimiz bor.
seni o'zim bilan olib ketaman vatanga. Tog'a, siz Stalin bilan gap o'ynaysizmi? Ya, bu nima deganing? Stalinni faqat haliga trubkasida mahorga chekatni o'ylaysanmi? Слушай, Герасимов, какая обстановка на фронте? Почему до сих пор фашист Гитлер жив? Записывай мой приказ. Поймать Гитлера и немедленно расстрелять. Знаешь, Герасимов, кто у меня в кабинете? У меня в кабинете мой близкий друг Марай Мамат. А тебе желаю удачи. Выполняй приказ. Sog'intirgan Maray Mama. Men ham sog'indim. Olib kelib yaxshi qilibsan. Hozir Jukov oxirini yeb ketdi. Ko'rding yo'lda ko'zi qizarib chiqib ketyapti tirjayib. Bilasanmi, Maray Mamat? Oz qoldi. Yaqinda biz, ya'ni ruslar g'alabaga juda yaqin qoldik. Yo'q, yaxshi bu, lekin unchalik qo'shilib olmayman gapingizga. Chunki O'zbekistonlikni o'zidan qarang, 470 mingdan oshiq yigitlarimiz halok bo'lishdi. Qozonlar qancha, qirg'izlar, tojiklar, ulardan qancha, endi ruslarni bormang-da. Gaping to'g'ri. Lekin shu gapni boshqa odam gapirganda rastrellat derdim. Tamom. Bilaman. Portretim qanday chiqibdi, Maray Mama? Yaxshi, sabr. Yuzingiz chumorga o'xshab qo'ygan. Atak yaxshi. So'ka KPSSda ishlaydigan rahbarlar va barcha lavozimdagi rahbarlarga portretimni xonangizda orqa tomonda ilib qo'yasiz deb buyruq berganman. Nimaga endi orqa tomondan? Yo old emas, yo yon emas. Maray Mama, yaqinroq deya. Xuloyin etdi. Sizni qarang. Agar men boshliq bo'lib qolsam, orqaga ostirmayman. Sizni oldingizga kelishimdan maqsad haligi Germaniyada yashayotgan bir haligi o'zbek zemlagim ekan. Shunga bilasizmi? Shuni O'zbekistonga olib ketsam deb oldingizga shuni so'ragani kelgan edim. Mayli, Maray Mamat. Ishingni hal qilamiz. Sen hozir majlis bor. Majlisda ishtirok etgin. Ularga majlisni yomon ko'raman. Nimaga har doim majlis qilaverasiz? O'tirishga boraylik, tezroq maishat. Majlis kerak. Parvo qilmang, bo'lmaganni bo'ldiramiz. Poymonasi to'lmaganni to'ldiramiz. Avvallari osar edik, otar edik. Endi esa majlis qilib o'ldiramiz. Aylanamiz, surgulamiz, gaplasholmay qiynalamiz. Uylarimiz yetib qoldi, endi biz ham uylanamiz. Bilmay sochimizga oq ham aralar. Aldanma ko'p, ishonma ko'p, bevafo dunyo. Umr oqib o'taverar go'yoki daryo. Aldanma ko'p, ishonma ko'p, bevafo dunyo. Umr oqib o'taverar. Aji? Voy! Siz meni rostdan ham sevasizmi? Men seni sohiba, jonimni ortiq yaxshi ko'raman. Bugun borib kechqurun eshigini taqilaman. Iltimos vaqtida chiq. Men kutishni juda ham yomon ko'raman. Xo'p bo'lardi. Xo'pmi?
Asalim. Go'zalim. Hayotim. Keling. Singlim Sog'abaxon shu xonadonda turadilarmi? Ha, menda shu. Ya shundaki, meni turmush o'rtog'im vafot etgan. Katta hovlida yolg'iz o'zim yashayman. Siz menga turmushga chiqsangiz. Nechinchi yilsiz? Men 1910-yilda tug'ilganman. Oho, chirib ketibsiz-ku. Men ham tengdoshman siz bilan. Lekin qiz bolaligim uchun men yosh ko'raman-da. Istaganda chochimni tinchini boshladi. O'ylansiz, g'ashimni keltiradi. Hillas karatchi, men sizga tegmayman. Yaxshi ham rozi bo'lmadi. Sal qoldi adashishimga. O'zi ham jahurli qolmas ekan. Kim bor? Kim bor? Voy, keldingizmi? Men gapiryapsizmi? Ha? Aka-uka ikkovimiz rosa o'rmonda sevishdik-ku. Siz bilan menmi? Ha. Adashyapsiz. Men gaz ta'minotdanman. Iltimos, uyga kirib oxirgi to'lagan kvitansiyangizni olib chiqsangiz. Iltimos, seni deb hozir yarim soat oldin ikkita sovchiga atkazib berdim. Ertaroq kelishiga undaysan bo'lmasmidi? Fashist. Hayotda ko'p asli hangoma hazil. Ba'zi bir hazillari tagi bo'lar zil. Oylai jahonga boqsangiz do'stlar, albatta ko'rinar baribir nadir. Albatta